Eng uchini o'sish nuqtasini alohida kesib oldik. Aytganimdek, biz buni suvga solib, buni mana shunday ekib qo'yamiz. Ildizlarni kesmaysizlar, faqat qurigan. Agar bu joy bo'lmasa, yangi shox chiqmaydi, qalamchilar bekor bo'ladi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Kuz fasli xona gullarni ko'paytirish uchun zo'r payt. Bundan albatta foydalanish kerak. Bugun o'zim ham shu katta monsterani 3 xil usulda ko'paytiraman. Bu monsterani men bozordan 50 ming so'mga oldim. Ozgincha holatda xunukroq bo'lib o'sgan edi. Bozorda bu monsteri katta sopol tuvayda va og'ir tuproqda o'tirgan edi. Shu bozor o'zidan tuyagidan chiqazib, tuprog'ini bo'shatib oldim. O'zi katta xona gullarini ko'paytirish uchun olganda har doim bozor o'zidan tuyagidan chiqazib, tuprog'ini bo'shatib olaman. Birinchidan ko'tarib kelishinglar oson bo'ladi, ikkinchidan bu tuproq, bu tuyaylar menga kerak emas. Baribir ko'paytiraman. Olganimga bu monsterani bir hafta bo'ldi. Bir haftadan beri shu suvda turibdi. Albatta har kuni ustiga suv purkab turdim. Bu albatta juda ham muhim. Agar ushlab turadigan bo'lsanglar, hech vaqtim bo'lmadi ko'paytirishga. Bugun xudo xolisa shu monsterani bo'lib ko'paytiraman 3 xil usulda va sizlarga ham hammasini ko'rsatib beraman. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar. Xudo xolisa natijalarini ham ko'rsataman va bizning Telegram kanaliga ham albatta obuna bo'linglar. Do'stlar, albatta shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolisa foydali bo'ladi. Mavzuni boshlashdan oldin sizlarga bitta maslahat bermoqchiman. Bilasizlar, bozorda holati chiroyli katta monsterlar ancha qimmat turadi, lekin bozordan holati xunukroq katta monsterlarni arzonga ham topsa bo'ladi. Shunaqa monsterlar uchrab turadi. Agar shunaqa monster uchrab qoladigan bo'lsa, albatta xarid qilinglar, uyga olib kelinglar, ko'paytiringlar. Ko'paytirish oson. Bu monsterlarni Delitsoza sorti, delikatesniy deydi. Buni parvarishi ham, ko'paytirish ham ancha oson. Eng oson monsteri hisoblanadi. Endi mavzuga qaytamiz. Bugun biz bu monsterani 3 xil usulda ko'paytiramiz. Eng tepasini shu joydan kesib, suvda ko'paytiramiz, suvda ildiz ottiramiz. Bunaqa qalamchi bizda bitta chiqadi. Eng tagini, haqiqiy ildizlari bor joyini tuproqqa ekib qo'yamiz. Bunaqa qalamchi bizda ikkita chiqadi va o'rtasini bo'lik-bo'liklarga bo'lib tuproqqa ekamiz. Tuproqda ildiz ottiramiz. Bunaqa qalamchi bizda taxminan 5 ta 6 ta chiqadi. Hozir hammasini birma-bir ko'rsataman. Sizlarga yana bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Bu monsterani men bir hafta oldin suvga solib qo'ygan edim. Hattoki mana ikkita havo ildizni ham suvga solgan edim. Havo ildizlarida yangi oq ildizda paydo bo'lishi boshladi. Mana bunisida ancha ko'payib qopti. Va mana ahamiyat bersanglar, o'zini asosiy ildizlarda ham yangi oq ildizda paydo bo'lishi boshladi. Aytmoqchi bo'lganim, bu monsteri bundan oldin og'ir loy tuproqda o'sgan, ildiz yaxshi rivojlanmagan, ildiz qiynalgan, oq yangi ildizda umuman chiqmagan. Shu uchun monsterani har doim yengil yumshoq tuproqga ekinglar. Bu ham xuddi Aglana, mana stand-up so'z, ayol baxti, erkak baxtiga o'xshab, aroid oilasiga mansub o'simlik. Bu ham yengil yumshoq tuproqni yaxshi ko'radi. Do'stlar, aytganimdek, biz tepasini shu joydan kesib suvga solib qo'yamiz. Tegini bo'lsa biz tuproqga ekamiz. Mana aroidlar uchun maxsus tuproq ishlatamiz. O'rtadagi qalamchalarni bo'lsa biz kokos torfiga ekamiz. Mana kokos torfi, bilasizlar, g'isht shaklida bo'ladi. Bunga suv solsanglar, bu ko'payib ketadi. Buni hozir suv solib tayyorlab olamiz. Ustiga suv qo'ysanglar, sekin-sekin bu o'zi yumshab, ancha ko'payib qoladi. Hozir hammasini tayyorlab olamiz va ekishni boshlaymiz. Do'stlar, qalamchi uchun kerak bo'ladigan hamma narsani tayyorlab oldik. O'sha tuproqlarimizni, tuyaylarimizni, suvlarimizni, qo'shadigan narsalarimizni hammasini sekin-sekin ko'rsatib boraman. Hozir birinchi o'rinda biz qalamchalarni kerakli joydan kesib olishimiz kerak. Albatta o'tkir pichoq ishlatinglar, pichoqni yaxshilab yuvib tashlanglar, keyin spirt bilan dezinfeksiya qilinglar. Bu juda ham muhim. Kesishni maslahat ko'rsatib bera olmayman, chunki bitta qo'lda kesib, bitta qo'lda kamerani ushlash qiyin, to'g'ri tushunasizlar. Lekin kesadigan joylarni maslahatga aniq tushuntirib ketaman. Birinchi bo'lib biz uchini, shu shox uchini kesib olamiz. Buni biz suvda ko'paytiramiz. Shoxni biz shu joydan kesamiz. Hozir kesib bo'lgandan keyin sizlarga davomini ko'rsataman. Do'stlar, mana eng uchini, o'sish nuqtasini alohida kesib oldik. Aytganimdek, biz buni suvga solib qo'yamiz, suvda ildiz ottiramiz. Endi hozir tegini kesib olamiz, shu ildizi bor joylarni. Aytganimdek, bu joydan biz ikkita qalamcha olamiz. Mana bu bizda birinchi qalamcha bo'ladi. Bunisi bo'lsa ikkinchi qalamcha bo'ladi. Bunda mana tegi-tegida ildizlari juda ham ko'p. Bunda ham mana asosiy ildiz bor. Do'stlar, mana tegini ham kesib oldik. Ildizlari bor joyini aytganimdek, bu yerda bizda ikkita qalamcha chiqdi. Mana bunisi kichikroq, lekin ildizlari yaxshi rivojlangan. Buni shunday ekib qo'yamiz. Ikkinchisi bo'lsa ancha katta, ildizlari ham juda ko'p. Buni mana shunday ekib qo'yamiz. Ildizlarni kesmaysizlar, faqat qurigan, chirigan joylarini olib tashlashinglar bo'ladi, lekin asosan ildizni qoldirish kerak. Xudo xolisa buni ekib qo'yganimizdan keyin yon boshlaridan yangi shoxlar chiqishni boshlaydi. Mana shu qolgan joydan, ya'ni o'rtasidan bizda 5 ta qalamcha chiqar ekan, 5 ta bargi bor, demak 5 ta qalamcha chiqadi.
To'g'ri kesishni man sizlarga hozir tushuntirib beraman. Kesib bo'lgandan keyin yana bir marta tushuntiraman, chunki bu juda ham muhim. Kesganda har doim bitta bargini yoki barg o'rnini qalamchani o'zida qoldiringlar. Chunki faqat shu bargi qo'ltig'idan bizada yangi o'suv nuqtasi, yangi shox chiqadi. Agar misol uchun mana shu orasini kesib qo'yadigan bo'lsanglar, bargi joyini qoldirmasdan shuni o'zini kesadigan bo'lsanglar, bu keyinchalik o'smaydi. Chunki o'suv nuqtasi qolmaydi. Men hozir buni kesib chiqaman va sizlarga yana bir marta tushuntiraman. Do'stlar, pichog'imiz o'tmas bo'lib qoldi. Hozir men buni o'tkirlab olishim kerak. Har doim o'tkir pichoq bilan kesinglar. Chunki o'tmas pichoq bilan kesib shikastlasanglar, qiynab qo'ysanglar, keyin shu joydan chirishni boshlaydi. Har doim o'tkir pichoq bilan kesinglar. Hozir buni chaqlab kelib kesib olaman. Do'stlar, hammasini kesib oldik. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Birinchi mana shularni ekib olaylik, shulardan qutulib olaylik, bo'lmasam ildizlari qurib qoladi. Biz bularni tuproqga ekamiz. Mana tuylarini tayyorlab qo'ydik. Bular uchun biz maxsus tuproq ishlatamiz. Bu aroidlarning maxsus tuprog'i, bu Pyotr Plexanov mahsuloti. Sizlar bemalol Uzun marketdan xarid qilsanglar bo'ladi. Nomi Spatifilum. Bu hamma aroidlarga to'g'ri keladi. Anthurium, Spatifilum, Aglaonema, Dieffenbachia, Monstera, Philodendron hammasi uchun yengil, juda ham zo'r tuproq. Hozir men sizlarga solib ko'rsataman. Juda ham zo'r tuproq. Mana do'stlar, ko'rsanglar ham bo'ladi. Monstera xudo xolisa bu tuproqda mazza qilib o'sadi. Hozir men ekishni boshlayman va keyin yana mavzuga qaytamiz. Buni mana shunday ekib qo'yamiz. Mana shu uchi ozgincha tashqarida tursa, shuni o'zi yetadi. Buni ham xuddi shunaqa ozgincha ko'tarib, mana shunday qilib ekib qo'yamiz. Mana bularimiz tayyor, ekib qo'ydik. Endi bularga suv quyib, keyin yorug' joyga qo'yib qo'yamiz. Yorug', lekin quyosh tushmaydigan joyga qo'yinglar. Ustiga quyosh tushmasin. Xudo xolisa keyin 15-20 kundan keyin ildiz ozgincha o'rgangandan keyin birinchi oziqasini beramiz. Ildizni rivojlantirish uchun. Hozir mana sug'oramiz va yorug' joyga qo'yamiz. Endi narigilarni hozir sizlarga ko'rsataman. Do'stlar, sizlarga qayta tushuntirmoqchi bo'lgan narsam juda ham muhim joyi. Agar qalamchani shunaqa kalta-kalta kesadigan bo'lsanglar, albatta bitta bargi bilan yoki bargini joyi bilan kesib olinglar. Bargi bo'lmasa ham shu joyi albatta bo'lsin. Chunki qalamchani yangi o'suv nuqtasi shu bargini qo'ltig'idan chiqadi, mana shu joydan. Agar bu joy bo'lmasa, yangi shox chiqmaydi, qalamchalar bekor bo'ladi. Menda hozir ozgincha rejalarim o'zgarib qoldi. O'zim men bu 5 ta qalamchani shu tuyiga ekmoqchi edim, tuproqga ekmoqchi edim, ya'ni mana shu tayinlagan kokos torfimizga. Lekin hozir men bularni shu tuyiga ekadigan bo'lsam, bunga katta teplичка qilishim kerak. Juda ham mana bargini agar qoldiradigan bo'lsam, bargini qoldirmoqchiman. Buni mana shunday ekib qo'yadigan bo'lsam, juda katta teplичка qilishim kerak. Shu uchun do'stlar, men bularni ham suvda qalamcha qilmoqchiman. Suvda qalamcha qiladigan bo'lsak, bizga teplичка kerak bo'lmaydi. Keyin ozgincha ildizi paydo bo'lgandan keyin tuproqga ekib qo'yaman. Shunda menga teplичка kerak bo'lmaydi. Ya'ni mana bularni ham shunday suvga solib qo'yaman. Mana shunday qilib, ma'lum vaqtdan keyin ildizi paydo bo'ladi. Keyin bularni tuproqga xudo xolisa ekib qo'yaman. Tushungan bo'lsanglar kerak, men bargini kesmoqchi emasman, lekin agar tuproqga ekmoqchi bo'lsanglar, bargini kes tashlab ham eksanglar bo'ladi. Shunda teplичкalar kichkinaroq bo'ladi. Lekin men hozir mana shunday ekib qo'yadigan bo'lsam, juda ham katta teplичка qilishim kerak. Shu uchun bularni ham xudo xolisa suvda ildiz ottiraman. Endi suvda ildiz ottiradigan bo'lsam, mana shu havo ildizini men ozgincha kesib qo'yaman, qulay bo'lishi uchun, chunki stakanga sig'maydi. Mana shu joydan kessam bo'ladi. Oxirigacha kesmaysizlar. Shu mishat qiladigan bo'lsa, xalaqit beradigan bo'lsa, shu yarimidan kesib yuborsanglar bo'ladi. Hozir bularni suvga solib qo'yamiz. Do'stlar, albatta bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'linglar. Hozirgi paytda xona gullarni ko'paytirish haqida katta mavzularni boshlaganmiz. Yaqinda Qora shahzodani suvda, tuproqda ko'paytirish haqida batafsil gaplashdik. O'zi bizning Telegram kanalimizda 140 ta xona gullarni parvarish haqida batafsil ma'lumotlar bor. Qanaqa xona guli kerak bo'lsa, shuni bemalol topib, parvarishini o'rgansanglar bo'ladi. Ssilkasini har doimdek birinchi izohda qoldiraman va videoni opisaniyasidan ham topsanglar bo'ladi. Endi bugungi mavzuni yakunlasa ham bo'ladi. Aytganimdek, men qalamchalarimizni suvda ildiz ottirmoqchiman. 1-2 oydan keyin ildiz paydo bo'lgandan keyin tuproqga ekamiz. Albatta, men sizlarga hamma jarayonlarni ko'rsatib boraman. Do'stlar, mana xuddi shunaqa qilib suvga solib qo'yasizlar. Mana shu kesgan joylar ham suvning ichida bo'lishi kerak. Ko'rib turibsizlar. Bularni 3 tasini birga qo'ydik. Bularni mana bitta-bitta qo'ydik. Buni ham hozir qo'yib qo'yamiz. Buni faqat hozir qo'ya olmayman. Endi o'zini joyiga olib borib, tirgay bilan qo'yib qo'yamiz. Hozir endi solib qo'yadigan bo'lsam, albatta ag'anab tushadi. Mana sizlarga shuni ko'rsatmoqchi edim. Albatta qanaqadir arzon monstera topsanglar, albatta sotib olinglar. Arzonroq bo'lsa albatta va uyga olib kelib bemalol qalamcha qilsanglar bo'ladi. Monsterani qalamcha qilish ham juda oson, parvarishi ham juda oson. Juda ham chidamli gul.
Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aytgancha yana esdan chiqdi. Buni ichiga albatta aptekada sotiladigan Activir Nugalni maydalab bir ikkita tabletkasini solib qo'yinglar va bu narsani yorug' joyga qo'yinglar. Quyoshsiz, yorug' joyda turish kerak. Albatta salqinroq joyda tursin. Agar suv kamayadigan bo'lsa, endi suv albatta kamayadi. Suvni to'ldirib turinglar. Suvni oxirigacha to'kib yubormanglar, chunki bu o'ziga muhit yaratib oladi. Bu suv o'zi uchun foydali bo'ladi. Buni faqatgina to'ldirib turish kerak. To'kib yana boshdan suv olish kerak emas. Faqat to'ldirib turasizlar. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolisa yana bu haqida bir haftadan keyin gaplashamiz. Yana maslaga jarayonlarni ko'rsatib boraman.